tanıştırıp ötümen. Qani ustoz, marhamat. Rahmat, xalqim ming rahmat. Ünüm xir-xir etim Ahmad. Çavukınlarga kömülüp ketdim, çünkü men bak tunulup ketdim. Barakallah, barakallah. Neyçpirim, siz neçe işini neçe yaşımızdan başlap bilgen? Man anamның qo'sig'idan neychakni tushib kelman. Barakallah. Qarang. Mening kichigimda non deb emas, nay deb tilim chiqib ketgan. Yo, per, tug'ma qobiliyat ekansiz. Mening talantim tug'midimmi burun bo'lish kerak. Nechpirim, siz tug'ilgandan tortib, ta hozirgacha xalqimizga nechalik xizmat qilib kelibsiz. Muzika ilmida ilm tahsil qilibsiz. Anglasam, Yevropada 19 yil o'qibsiz, bu rostmi? Shundaq, men Yevropada o'qidim, xalqim uchun o'qidim, ne uchun o'qidim? Men neyni yaxshi ko'raman, xalqim uchun o'laman. Xalqim bilan neyimni ta o'lgacha suyman. Barakallah, barakallah, barakallah. Barakallah. Ustoz, siz muzika ilmida doktorlikni tamomlabsiz. Endi sizning yana qanday g'oyalaringiz bor? Shundaq, men xalqim uchun doktorlikni oldim. Endi qattiq tirishib, bakalavrlikni olmoqchiman. Anladinglarmi, aziz tomoshabinlar? Ustozim kamolat yetgan kompozitor ham muzikant bo'lishdan siz yumorlik gapga shundoq usta ekansiz. Ustoz, siz mushu insoniyatning ma'naviyat uchun muzika ilmini tahsil qilaverib, jafoga chidab, davomli ilgarilaverib, ovozingiz shundoq g'ishillab ketgan, bu rostmi? Yo'qso. Mening ovozim tug'mi xar-xar. Yo'q. Anladinglarmi, aziz qarindoshlar? Ustozimning hamma yeri tug'ma qobiliyatga ega. Xo'sh, sizga baxtiyor bo'lsin. Marhamat. Aziz tomoshabinlar, endi men sizlarga mahir chalg'uchi, atoqli chang ustasini tanishtirib o'taman. Qani ustoz, marhamat. Assalomu alaykum. Mana bu zot ulug' olim, faylasuf. Kuy ustozi buğumuz El-Farabi'nin 38. avlodi El-Zamoni bo'lib. Rahmat. Shunaqmi ustoz? Men naq ashu qadiham bo'ldim, qadiham. El-Zamoni-da. Ha, men naq El-Zaman tug'ilgan. Men chang shundoq ustamanki, chang ustaligimdan changning qanchadan simning barlig'i qarmay chalaman. Durus, ustoz, na kamtarlik bilan gap qildi. Demisi bu çağçağanı gözünü kısırıp çağaçqa, onun tarihten ne çıkarlığı bilen asla hesaplaşıp oturmadı. Mana bu talant. Hoş, ustoz, sizden qanday arzu armanlarınız var? Ben bu tomoshabinlar bana yuz tutkicha naqla pul tutgan deydi. Sen nima gapir? Ustoz, nima degan rostchil? Nima degan samimiy? Chunki u sizlar tutgan aşı pullarni saxovat ishlariga, yetim yesir maktablarga yoni qilmoqchi. Shundaqmi ustoz? Hey, men nima qilaman? Siz shundoq demoqchi. Tomoshabinlar ham men bu nuqtani to'lib yetdik. Shundaqmi ustoz? Shundoq deyapman. Menimcha cho'qim shundaqmi deyman. Putumni desam, Astagfirullah. shunday dedim. Balle barakallah. Qani bu saxovat ustozga yana bir olqish bersanglar, chavak. Rahmat, rahmat. Sizlar bak. Hamma sazning aybini yop degan mashhur hikmatni anglaganmi? Agar anglagan bo'lsanglar, endi shu barliq sazlarning aybini yopadigan dop ustasi, shundaqla sazlarning erkisi ham qo'mondoni bo'lgan, shu xislatlik dopni chelishda nom chiqargan Shohin Shohli sizlarga tanishtirib o'tsam. Qani, ustoz, marhamat. Yaxshimisizlar, xonim qizlar? Mening telefon nomerim 2857 telefon qilinglar bir paytda. To'xtab qolsa telefoninglar echikdim bir hafta. Shohin Shoh ustozimiz shu muzika uchun yuragi, bag'ri, kavob bo'lib, dopni qattiq chelivergachga nervisi ajizlab ketgan. Ustozimizning nervisining tezroq asli kelish uchun bir olqish bersanglar, chavak. Rahmat, rahmat. Aman bo'ling ustoz. Marhamat, rahmat. Hurmatli aziz tomoshabinlar,
endi huzuringizga xalq kuylari ham xalq naqshlari taqdim etmoqchimiz. Sizningcha shunday qilsak bo'ladimi, ustoz? Meningcha bo'lsa, mushavarak muqomini chaqan bo'lsa. Mushavarak muqomini endi qachirilmagan tursin. Nimani solasa? Jimbat brava. Nima qo'yishunchilik va? Aziz tomoshabinlar, endi huzuringizda bo'ladigan bu cho'lpon Moskva Uyg'ur usul kafedrasida 11 yil muqomni tadqiq qilgan. O kelgusi Dünya G'azal festivalida oltin medalga erishib, xalqimizga shon sharaf keltirmoqchi bo'lgan mashhur muqom shahzodasi kim edi? Kim edi? Kim edi? Kim edi? Ne bilmayman. Ishqil birsi bu maqti. Xalqimiz buni mendan burun faraz qilib bo'ldi deyman. Rahmat, rahmat. Qani undaq bo'lsa, huzuringizda muqom shahzodasi. Marhamat. Hürmetli aziz tomoshabinlar, san'atkorlarimiz sizlarga inson xalq diskosi taqdim etadi. Shavot! Marhamat! He was big and strong, in his eyes a flaming glow. Was people look at him with terror and with fear. To Moscow cheeks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. Rasputin, lover of the Russian queen. They didn't quit, they wanted his head. Rasputin, Russia's greatest love machine. And so they shot him till he was dead. Oh, those Russians. Rahmat, 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 rahmat. Xo'sh, 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 xo'sh. Xo'sh, rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat, rahmat. Rahmat. Voy, aziz tomoshabin, aziz tomoshabin. Nomus, nomus. Xalqni mushundoq aldashdan nomus qilmaysizlar. Bu gul bizning san'atkorlarga bo'lgan ko'nglimizdi. Haqiqiy san'atkorlarga gul sovg'a qilish kerakdi. Sizlar san'at sepiga so'qilib kirib olgan aldamchilar ekansizlar. Voy, bundoq aldamchilik qilgandan o'zinglar loyiq ishlarni qilsanglarmamdi? Men bu gullarni bugun sizlar oldigan san'at suyar xalqimga tutdim. Maqinimni gapini anglab o'riqlab kiran bo'ldik-da. Ovozimni ichvetgidekli to'g'ri gap qildingizmi? Güldümmi, puldummi mo'yin gap qildi. Tasdiq qilibdi-ma telefon nomerimni yozib latulashqina. Chiqmayman, chiqmayman. Chiqab cho'lpon bo'lsa deb, obdan cho'lpon bo'ldi. Bo'ldiqlar. Hurmatli aziz tomoshabinlar. Men do'stlarimga vakolatan sizlardan kechirim so'rayman. Biz shundoq va'da beramizki, buningdan keyin san'at sohasini qalaymaqon qilmaymiz. Har qaysi kasbni shu kasb ahllarining qilish kerakligini cho'nqur tunib yetdik. Qushqash bo'lsa-mu, qassob so'ysin. Oltinni zaga so'ksin. Anının koyunu bir payan deniz.